3-chi, 4-chi hamda 5-chi mashqlarni ko'rib chiqamiz. 3-chi mashqda demak ko'rishimiz mumkin yoki yoki n yoki sam. Mana shulardan birini tanlashimiz kerak. Tanlash uchun birinchi navbatda undan keyingi o'tga so'zga e'tibor beramiz. Bu so'z masalan orange apelsin birinchi navbatda sanaladi, sanalmaydi shunisiga e'tibor beramiz. Orange apelsin mevalar sanaladi, demak yoki n qo'yishimiz mumkin. Unli bilan boshlangani uchun birinchisiga n qo'yilyapti. Ikkinchisiga qaraymiz. Gold, oltin. Oltin material ma'nosida sanalmaydi deganmiz. Sanalmaydigan ot bilan a ishlatilmaydi, sam ishlatiladi. Demak, 2ga javob sam. Uchinchi so'z oil, yog'. Yuqorida qoidada ko'rib chiqdik buni. Yog' sanaladimi, sanalmaydimi? Sanalmaydi, demak uni oldiga n qo'yish mumkin emas. Sam. Javob sam bo'ladi. Sanalmaydigan otlar bilan hamda ko'plik ot bilan sam ishlatiladi. Sanaladigan birlik ot bo'lsa a yoki n qo'yiladi. 4-chi mashqqa qaraymiz. 4-chi mashqda s ni yozamiz. Sanaladigan otlar uchun u harfi yoziladi. Sanalmaydigan otlar uchun va ularning oldiga xuddi 3-chi mashqqa o'xshab n yoki samdan birini tanlashimiz va yozishimiz kerak. Birinchi so'z berry meva degani meva, rizavor meva. Sanaladigan uchun c belgisi qo'yilyapti. Mana sanaladigan ma'noda va uni oldiga sanaladigan ot bo'lgandan keyin yoki n qo'yamiz. A qo'yilyapti. Ikkinchisi cheese, pishloq, oziq-ovqat va sanalmaydi. Kilolab olinadi misol uchun. Shuning uchun bu sanalmagan uchun unga u qo'yamiz. Mana bu u belgisini qo'yamiz. Sanalmagan uchun oldiga sam yozamiz. Demak, sam deb yoziladi, orqasiga u sanalmaydi degan belgi qo'yiladi. Keyingi so'z woman, ayol, odam sanaladi. 2ta ayol, 3ta ayol sanasa bo'ladi. Demak, c belgisini yozamiz, c harfini yozamiz va uni oldiga undosh bilan boshlangani uchun a yozamiz. Paper, qog'oz sanalmaydi. Unga orqasiga u, oldiga bo'lsa sam qo'yamiz. Qolganini ham qolgan so'zlarni ham mashqning davomini xuddi shu tarzda davom ettirasiz. Endi 5-chi mashqqa o'tamiz. 5-chi mashqqa o'tishdan oldin yuqoridagi ay qoidaga ham qarab o'tamiz. Ay qoidada aytilyaptiki, sifatlar otlarni tasvirlaydi va sifatlarning ko'plik shakli bo'lmaydi deyapti. O'zbek tilida ham xuddi shunaqa sifatlarga s qo'shimchasi qo'shilmaydi. Misol uchun yangi kitob demoqchi bo'lsak, yangilar kitoblar demaymiz. Lar qo'shimchasini faqat kitobga qo'shamiz. Bu oddiy qoida, o'zbek tilida ham xuddi shunaqa, murakkab joyi yo'q. 5-chi mashqqa qaraymiz. 5-chi mashqda gaplarni qaytadan yozishimiz kerak. Gaplarni qaytadan yozamiz ko'plik shaklda. There is deb boshlangan birinchi gap, biz uni ko'plik shakli there deymiz. There is bor birlikda, there bor ko'plikda. A wooden chair, bitta yog'och stul. A'ni o'rniga sam qo'yildi ko'plik ma'nosida. Wooden yog'och bu sifat ma'nosida kelyapti. Yog'ochdan yasalgan ma'noda. Shuning uchun bunda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi ko'plikda. Chair stul bo'lsa, chairs stullarga o'zgartirilyapti. Bor yog'och stul oshxonada. Ko'plik shakli bo'lsa, bor yog'och stullar oshxonada. Ikkinchisida she is an old lady. U yoshi katta xonim, ya'ni keksa ayol. Ko'plik shakli, she ni ko'plik shakli they bilan is emas, are ishlatiladi. Demak, yozamiz they are. N ni nimaga o'zgartiramiz? Samga. They are some old ladies. They are some old ladies. Ular yoshi katta ayollar ma'nosida. They are some old ladies deb yozamiz.
I have got a big school bag. We have got some big school bags.